The imperative. Bu buyruq gap degani bu mavzuyimiz. The imperative buyruq gap. Xullas, mayda juda qilib boshqa qotirib o'tiramiz. Ikkita gap yodlab olamiz bo'ldi. Tugadi shu bilan bu mavzu. Misol uchun agar buyruq gapda bitta ish harakatda buyuriladi. Buyruq gap ikki xil bo'ladi. Darak buyruq gap, inkor buyruq gap. Ya'ni birorta ishni qil desak, darak buyruq gap bo'ladi. Birorta ishni qilma desak, inkor buyruq gap bo'ladi. Buyruq gapda gapni boshida shunday fe'lni oddiy shaklda qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Run. Yugur degani. Inkorda bo'lsa, birinchi don't qo'yamiz mana. Don't run. Yugurma. Bo'ldi. Mana shu misolda bo'lik, bo'ldi, tugadi shu bilan bu mavzu. Ya'ni qoida bo'yicha aytadigan bo'lsam, darak shakldagi buyruq gapda gapni boshida fe'lni shunday oddiy shaklda qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Run, yugur. Inkor gapdagi, ya'ni negativ buyruq gapda gapni boshida birinchi don't qo'yib olamiz va undan keyin fe'lni qo'yamiz. Don't run, yugurma. Ko'proq misol yozishimiz mumkinmi? Misol uchun mana. Hop. Mana. Sleep, uxla. Don't sleep. Uxlama. Ha? Yoki aytishimiz mumkin. Drink this water. Ha? Bu suvni ich yoki don't drink this water. Bu suvni ichma. Bo'ldi. Shu bilan tugadi. Mana shu misolda yodlaylik, bo'ldi. Run, yugur, don't run, yugurma. Faqat buyruq ohangida gapiramiz bo'ldi. Run, don't run. Bo'ldi. Mana bu misollarda ham bir ko'ra olamiz, bo'ldi, yetadi. Mana bu yerda qoidada xuddi shu narsani tushuntirib o'tib ketyapti, bo'ldi. Biroz buyruq gap berish uchun ishlatamiz buni. Birorta ko'rsatma berganda ishlatishimiz mumkin. Ya? Taklif qilganda ishlatishimiz mumkin birorta narsani, bo'ldi. Shu narsa ketyapti xolos mana. Va oxirida mana bu let's degan narsani o'rganib qo'ydik, bo'ldi. Let's deb turib verb debda fe'lni qo'shishimiz mumkin ekan. To make suggestions. Make qilmoq degani. Suggestions degani bu takliflar degani. Ya'ni takliflar qilish uchun let's deb turib bitta fe'lni qo'shishimiz mumkin ekan. Let's help mana. Let's degandan keyin bitta fe'l kelyapti. Help, her. Ketdik, unga yordam beramiz. Taklif qilyapti, yordam beraylik deb. Yoki gap tuzishimiz mumkin mana. Let's play football. Ketdik, futbol o'ynaymiz degan gap mana shu. Taklif qilyapmiz. Taklifda bu. Buyruq gap emas, bu taklif. Futbol o'ynaylik degan ma'noda. Let's play football. Ketdik, futbol o'ynaymiz. Let's study hard. Ketdik, qattiq o'qiymiz. Bo'ldi, taklif xolos. Yodlab qo'yamiz, bo'ldi. Shu bilan mana bu mashqlarni shunday ishlab qo'yamiz, bo'ldi. Yetadi. Shu bilan 7-unit ham tugadi.